هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enfal 5. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Enfal suresinin 5. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Ganimet taksimat toğrusudaki hükümnün Allah'a ve onun peygamberiga xas kılınganlıqını, ulanın yaqtırmağanlıqı, Rabbinin seni haqlıq rəvişdə oyun caylaşqan Medine'den uruşqa çıqarğanlıqını, ulanın yaqtırmağanlıqqa oxşaydı. Müminlerden bir guruh adam düşmanga qarşı uruşqa chiqishdi. Elbette uruşqa chiqishni elbette yaman ko'rdi. Ular goya alametleri ko'rinib turayotgan, o'limga haydilayotgandek, haqiqat aydınlaşqandan keyin haqiqat ya'ni uruşqa chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. Öz vaqtida Allah iki guruh, biri müşriklar karvanı, yani biri müşriklar qo'shunidan birinin qo'linglarga keltirishni va'da qildi. Qo'linglarga keltirilishini va'da qildi. Sizlar qurolsiz guruhning, ya'ni karvonning qo'linglarga keltirilishini yoqtirdinglar. Allah öz so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kafirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Allah gunohkorlarning yoqtirmag'iniga qaramay, haqni haq, ya'ni islomni oshkor qiladi. Botil, ya'ni kufrni barbod qiladi. Payg'ambarlarga ergishishning müminlerge yaxşılıqqa ilib bardiganlıq doğrusida. Peygamberler ergişinin müminlerini yaxşılıq ilib bardiganlıq doğrusida. Ganimet taksimatı doğrusidagi hükümnin Allah'a ve onun peygamberiga xas kılınganlıqını, ularning yaqtırmağanlıqı, Rabbinin seni haqliq ravishda uyingdan, ya'ni oyun caylaşqan Medine'den uruşqa çıqarğanlıqını, ularning yaqtırmağanlıqı oxşaydı. Bazı tefsirşünaslar mundaq deydi. Müminlərning yaxşılıqqa yüzlənişi, ularning Rabbidən qorqışı, ixtilaf qilishmay ittifaq bo'lib aralarını tüzüşi, Allah Teala ve onun peygamberiga itaat qilishi Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligidir. Sizlar haqiqatan g'animatlar to'g'risida ixtilof qilishdinglar. Bir-biringlar bilan jidallashdinglar. Shuning bilan Allah g'animatlarni sizlardan ilib Peygamberning taqsim qilishiga buyurib berdi. Peygamber aleyhisselam mujohidlarga adil ve baravar taqsim qilib berdi. Bu sizlar uchun to'liq foydaliq ish edi. Shuningga o'xshashla sizlar o'z diniga yordam berish, tijorat karvonini qo'g'dash uchun uyushib chiqqan qurolni dushmanlar bilan
urush qilishga Alloh sizlarga bu urushni taqdir qilib, natijada Alloh sizlarni kutilmagan bir joyda dushmanlaringlar bilan uchrashtirdi va Alloh sizlarni to'g'ri yo'lga boshlab g'alaba va nusratga erishtirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlarga jihad farz qilindi. Halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Lekin biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. Mu'minlardan bir guruh odam dushmanga qarshi urushga chiqishni albatta yomon ko'rdi. Suddi bu oyatni ular mushriklar bilan urush qilishni yomon ko'rdi deb tafsir qildi. Ular go'yo alomatlari ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek, haqiqat oydinlashgandan keyin haqiqat, ya'ni urushga chiqish masalasi ustida sen bilan munozirlashadi. Ba'zi tafsirshunoslar mundaq deydi: ular xuddi Badr urushi bo'lgan kuni sen bilan jidallashib, sen bizni faqat tijorat karvonini to'sish uchun elib chiqqan. Bizga urush qildiganligimizni uqtirmagan eding. Agar uqtirgan bo'lsang, biz urushga tayyorlik qilib chiqatdik deganidek, senden g'animatlarni qanday taqsim qilishing haqida so'raydi. Alloh o'z so'zlari orqali haqni haq qilishni, ya'ni islom dinini ustun qilishni, kofirlarning yiltizini quritishni xohlaydi. Ya'ni Alloh sizlarni dushmaninglar ustidan g'alaba qildirish, ularga qarshi sizlarga yordam berish, o'z dinini ustunlikka erishtirish, islom shuarini yuqori o'ringa chiqarish va uni hamma dinlar ustidan g'alaba qildirish uchun sizlarga qarshi qurollanib dog'-dug'i bilan kelgan dushmanlarga sizlarni uchrashtirishni xohlaydi. Alloh taolo ishlarning oqibatini obdan bilgichidir. Agar bandalar o'zlariga ko'rinib turayotgan manfaatni ko'z tutib, Alloh iroda qilgan narsadan boshqani yoqtirgan taqdirdimi, Alloh sizlarning ishinglarni eng yaxshi usul bilan idora qilguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlarga jihad farz qilindi. Halbuki sizlar uni yoqtirmaysizlar. Sizlar biror narsani yoqtirmasliginglar mumkin, ammo u sizlar uchun foydalidir. Sizlar biror narsani yoqtirishinglar mumkin, ammo u sizlar uchun ziyonlidir. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. Shuning uchun Alloh buyurganga oldiranglar. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Abu Sufyanning boshchiligidagi tijorat karvonining Sham tarafdan kelayotganligini anglab, musulmonlarni ularning oldini to'sishga chaqirib mundaq dedi: bu Qurayshlarning karvonidir. Karvonda ularning mol-mulklari bor. Ularning oldini to'sqili chiqinglar. Alloh sizlarni u mol-mulkka erishtirishi mumkin. Shuning bilan musulmonlar uningga ovoz qo'shib, ba'zilari oddiy tayyorlik bilan, ba'zilari puxta tayyorlik bilan yo'lga chiqdi. Chunki ular payg'ambar alayhisalomni urush qiladi deb o'ylamaydi. Abu Sufyan Hijozga yaqinlashganda odamlar o'zlarining oldini to'sishidan qo'rqib, oldiga uchragan ulag'liq kishilardan surishti qilib yurib, xabar ilishga terishdi. Oxiri ba'zi ulag'liq kishilardan Muhammad alayhissalom va uning odamlari sening karvoningni ko'zlab yo'lga chiqibdi degan xabarni oldi. Shu chaqda ular karvondan ansirab
Damdam ibn Habarini ijaraga ilib Makkaga avatib, mol mulkini qo'g'dash uchun Qurayshlarni qo'zg'ab ilib kelishini, Qurayshlarga Muhammad alayhissalomning odamlarini boshlab karvonning oldini to'sqili chiqdi deb xabar yetkazishni buyurdi. Damdam ibn Amr G'ifori Makkaga qarab tiz ilgirildi. Peygamber aleyhisselam sahabalarını başlap yolga çıkıp zafran deyiladigan jilg'iga yetib keldi ve jilg'idan chiqib tushkun qildi. Peygamber aleyhisselamga Qurayshlar karvonini qo'g'dash uchun yo'lga chiqqanlik xabari yetib keldi. Shuning bilan Peygamber aleyhisselam Qurayshning bu xabarini sahabalarga yetkazib, ularga maslahat soldi. Abu Bakr radıyallahu anhu o'rnidan turib yaxshi so'z qildi. Uningdan keyin Umar radıyallahu anhu o'rnidan turib yaxshi so'z qildi. Ondan Miqdad ibn Amr o'rnidan turib shundoq dedi: Ey Allohning payg'ambari, Allah seni nimaga buyursa shuni qilgin. Biz sen bilan birga turmiz. Allohning nomi bilan qasamki, biz sana xuddi İsrail avlodi Musa aleyhisselamga sen Rabbing bilan birga berib ikkinglar urushinglar, biz bu yerda o'ltirib turayli degandek demaymiz. Lekin biz sen Rabbing bilan birga berib ikkinglar urushinglar, biz sizlar bilan birga turib urush chiqqichilarmiz deymiz. Seni peygamber kılıp hak bilen evetken zat Allah'ın namı bilen qasamki, eğer sen bizni Habeş şehriga başlap basangmı, biz sen bilen billa Habeşistan'a qarab çoqum atlanımız. Sen o joyga bemalal yetib bora olaysan. Peygamber aleyhisselam onunla yaxshi söz qildi ve yaxshilik bilan dua qildi. La ilahe illallah. Peygamber aleyhisselam onunla yaxshi söz qildi ve yaxshilik bilan dua qildi. Ondan Peygamber aleyhisselam: Ey qarindoshlar, bana maslahat beringlar dedi. Peygamber aleyhisselam bu sözü bilen Ensarilarni ko'z tutgan edi. Çünkü ular qo'shinning ko'p sonini egallaydi. Ular Aqaba degan joyda Peygamber aleyhisselamga bay'at bergan chaqda: Ey Allohning payg'ambari, sen bizning yurtimiz Madinaga yetib borguncha seni qo'g'dashga biz kepil bulalmaymiz. Sen Medine'ye yetib borganda seni qo'g'dash bizning mas'uliyatimiz. Biz seni balı chaqalarimizni ve ayollarimizni qo'g'dagandek qo'g'daymiz deyishgan edi. Peygamber aleyhisselam Ansarilarning bay'at qilgan chaqdagi bu so'zidan o'ziga faqat sirtdan Medine'ga kelgan dushmanlarga qarshi yordam berishni ko'z tutgan. Lekin Peygamber aleyhisselamның Ansarilarni başlap sırtın keladigan düşmanның aldığı çıkışını ko'z tutmagan bulup kelishidan ansirgan edi. Peygamber aleyhisselam aşu maslahat berish sözünü qilganda Said ibn Muad onunğa: Allah'ın namı bilen qasamki, ey Allah'ın peygamberi, sen bizning bir narsa deyishimizni xohlaydigandek qilsan dedi. Peygamber aleyhisselam: Ha, shundoq dedi. U shak shubhisiz ki biz sana iman etdik, seni tasdiqladik. Sen ilib kelgan narsaning haqligiga guvohlik berdik. Shuning asosan biz sana bo'ysunish ve itoat qilish uchun qattiq va'dalarni berdik. Ey Allah'ın peygamberi, Allah seni buyurgan işini qilavergin.
seni haq bilan payg'ambar qilib avatgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sen bizni boshlab bu dengizga kirishga to'g'ri kelsak, ondan uningga kirsang, bizmi albatta sen bilan birga uningga kiramiz. Bizdan bir odammi ayrilib qolmaydi. Bizni boshlab aytala dushmanga uchrashsangmi, biz uningdan bosh tortmaymiz. Biz urushga chidamliq. Dushmanga uchrashganda amaliyatchanmiz. Allah sana biz orqali ko'ngling xursand bo'ladigan narsalarni ko'rsatishi mumkin. Bizni Alloh taolaning barkatiga boshlab mangan dedi. Payg'ambar alayhissalom Saidning so'zidan xursand bo'ldi. Onun sözü Peygamber aleyhisselam'ını ruhlandırdı. Peygamber aleyhisselam Allah'ın bereketiga qarab meninglar. Hoş bisharat ilinglar. Allah hakikaten ikki guruhning birini bana va'da qildi. Allah'ın nomi bilan qasamki, go'yo men hozir Qurayshlarning o'ldirildigan joylarini ko'rayotgandek qilaman dedi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumadan mushu mazmunni rivoyat qilgan. Shundaqla salaf va xalaf ulamolaridan Suddi, Qatada, Abdurrahman ibn Zayd va bir qancha kishilarmu mushu mazmunni bayon qilgan. Biz Muhammad ibn Ishoqning rivoyati bilan kifoyalanib boshqalarning so'zlarini qisqartib o'tdik. Öz vaqtida duo qilib Rabbinglardan yordam tiladinglar. Allah sizlarga orqa tushadigan ming farishta bilan yordam berman deb duoyinglarni ijobat qildi. Allah sizlarga faqat g'alaba qiladiganliginglarga bisharat berish va ko'nglinglarni orom topqizish uchunla yordam berdi. Yordam faqat Allah tarafidan keladi. Allah hakikaten g'olibdir, hikmet bilen ish qilg'uchidir. Müslümanlarning yordam tilishi Allah Teala'nın ularning duosini ijobat qilib farishtalarni tushirganlik to'g'risida. Öz vaqtida duo qilib Rabbinglardan yordam tiladinglar. Allah bu oyatlar haqida İmam Buxoriy İbn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Miqdad ibn Aswaddan shundaq bir voqelikni angladimki, shu voqelikning egisi boshqa biri bo'lgandan men bo'lsamkan deb orzu qilib ketdim. Miqdad Payg'ambar alayhisalomning yoniga keldi. Payg'ambar alayhisalom mushriklarga beddua qilyotdi. Miqdad, biz xuddi Musa'nın qavmi sen Rabbing bilan birga berib ikkinglar urushinglar, biz bu yerda o'ltirib turayli degandek demaymiz. Lekin biz o'ng tarafingda, so'l tarafingda, oldingda va keyningda turib urush qilamiz dedi. Men Payg'ambar alayhisalomning yuzida memnun bo'lganlikning alomatini ko'rdim. O onun sözüdün xoşal bo'lgan edi. La ilahe illallah. İmam Buxoriy yana İbn Abbas radhiyallohu anhumadan Payg'ambar alayhisalomning Badr urushi bo'lgan kuni mundaq deb duo qilganligini rivoyat qildi. Ey Allah, men sening yordam berish haqidagi va'dangni amalga oshirishingni talab qilaman. Ey Allah, agar xohlasang buningdan keyin ibodat qilinmaysan, agar xohlasang buningdan keyin ibodat qilinmaysan, ya'ni bugun bizga yordam qilmasang, yer yuzida sen ibodat qiladigan odam qolmaydi. Shuning bilan Abu Bakr Payg'ambar alayhisalomning qo'lidan tutib turib, bo'ldi qilgan dedi. Payg'ambar alayhisalom mushriklar to'pi mag'lub qilindi, orqaga qarab qochdi deginicha sirtqa chiqdi. Orqa tushadigan ming farishta bilan
Bu ayet hakkında Harun İbni Hüceyre İbn Abbas radıyallahu anhumanın periştiler arqıma arqa bir-biriga egishib tushidi deb tafsir qilganligini rivoyat qilgandek, periştiler turkum bo'lib arqim-arq tushidi. Ali ibn Abu Talha İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah payg'ambari Muhammad alayhissalomga va mu'minlarga 1000 farishta bilan yordam berdi. Cibril alayhissalom mening boshchiligimda 500 qalqonliq farishta, Mikail alayhissalomning boshchiligida 500 qalqonliq farishta bor edi degan. İmam İbn Jarir ve Muslim İbn Abbas radıyallahu anhumadan Ömer'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Urushda musulmonlardan bir odam mushriklardan bir odamning iziga tushgan edi. U to'satdan yuqori tarafdan bir qamchi ovozini va bir otliqning hayzum kela degan ovozini angladi. Shu chaqda u oldidagi mushrikning o'ngdisiga yiqilib tushganligini ko'rdi. Ondan u uningga qarasa, uning yuzining kesilib, yuzi qamchi iziga o'xshash yerilibdi. Uning yuzining hamma yeri ko'kirib ketgan edi. Shuning bilan bu Ansari payg'ambar alayhissalomning qashig'iga kelib, bo'lgan ahvolni so'zlab berganda, payg'ambar alayhissalom: "Rost aytding, bu 3-qavat osmondan kelgan yordamdir" dedi. Shu kuni mushriklardan 70 kishi o'ldirilib, 70 kishi asirga tushdi. İmam Buxoriy Badr urushiga qatnashganlarning biri bo'lgan Rufa'a ibni Rafi'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Cibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomning yeniga kelib, "Sizlardan Badr urushiga qatnashganlarga qanday qaraysizlar?" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Ularni musulmonlar va farishtalarning eng afzali deb hisoblaymiz" dedi. İmam Buxoriy ve Muslim rivoyat qiladi-ki, Ömer payg'ambar alayhissalomga Hatib ibni Abu Bal'ani o'ltirib etish maslahatini berganda, payg'ambar alayhissalom Ömerga mundaq dedi: "U Badr urushiga qatnashgan, sen nima bilasan? Allah Badr urushiga qatnashganlardan xabar tepib, xohlaganinglarni qilinglar, men sizlarni haqiqatan mag'firat qildim degan bo'lishi mumkin. Allah sizlarga faqat g'alaba qildiganliginglarga bishorat berish uchun va ko'nglinglarni orom topqizish uchunla yordam berdi. Ya'ni sizlarga xo'sh bishorat bo'lishi va ko'nglinglarning orom tepishi uchun Allah farishtalarni avatib sizlarga yordam berdi va uni sizlarga bildirdi. Bu faqat g'albaning xo'sh bishoratidir. Allah Teala farishtalarni tushirmay turibmi, dushmaninglarga qarshi sizlarga yordam berishga qodirdir. Shunga Allah Teala mundaq deydi: "Sizlar kuffarlarga jang maydonida uchrashgan chaqinglarda ularni o'ltiringlar. Sizlar ularni qirib, mag'lub qilib, ularda sizlarga qarshilik ko'rsatadigan kuch qolmagan chaqda ularni o'ltirishdan to'xtab, ularni asir elinglar. Ondan ularni ihson qilish yuzasidan qo'yib beringlar yoki fidya ilib qo'yib beringlar. Taki urush o'zining ig'ir yukini tashlaganga qadar, ya'ni urush to'xtaganga qadar ish mana shundaqdir. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni urushga taklif qilmasdilar, ularni jazolagan bo'ladi. Lekin Alloh ba'zinglar bilan sinash uchun, ya'ni iymoninglarni sinash uchun jihodga amr qildi. Allohning yo'lida o'ltirilganlarning, ya'ni shahidlarning
amallarını Allah bekar qilib etmeydi. Allah ularni hidayet qiladi ve halini yaxshilaydi. Allah ularni cennetga kirgizadi. Allah uni ularga tonutdi. Yani cennet kirgen adam özünün u yerdeki joyini ilgari ko'rgandekla biladi. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, düşmanlarga mu Bedir jangida o'xshashla shikastlik yetdi. Ya'ni ular yaralandi ve öldürüldü. Bu günlerini insanlar arasında aylandırıp durumuz. Yani g'alabini hamisha bir firqada qilmay, bir gün bir firqada, bir gün u firqada qilamiz. Bir gün bu firqada, bir gün o firqada qilamiz. Bu Allah'ın haqiqiy müminlerini munofiqlardan ayirish uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarini shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Allah zalimlarni do'st tutmaydi. Müminlerini ularga yetgan musibat orqali paklashi uchundir. Kafirlarni yo'q qilish uchundir. Mana bu Allah Taola'nın hukmidir. Allah müminlerinin qo'li bilan kafirlarga qarshi jihad qilishni yo'l qo'ydi. Allah Taala ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni, payg'ambarlarni inkor qilguvchi ana shu ummatlarga umumyuzlik keladigan azoblar bilan jazolaydi. Masalan, Allah Nuh alayhissalomning qavmini tufon balasi bilan halok qildi. Birinci avlod Ad qavmini ta'tir bo'ron bilan, Samud qavmini qattiq ovoz bilan, Lut qavmini yerga yutqizish, yerni dum ko'mtirish va sopol tashlarni yog'dirish bilan, Shuayb alayhissalomning qavmini soya kunning azobi bilan halok qildi. Allah Teala Musa aleyhisselamni payg'ambar qilib avatgan. Onun düşməni Fir'aun ve onun qavmini dengizga g'arq qilish bilan halok qilgandan keyin Musa aleyhisselamga Tevratni nazil qilib, Tevratda kafirlarga qarshi jihad qilishni yo'l qo'ydi. Musa aleyhisselamdan keyin bu hukm qolgan shariatlardanmi shuningga asosan izcil türde davamlaşıp geldi. Allah Teala bu vakti mındaq deydi. Şübhisiz ki biz Nuh'nun kavmi Ad, Samud ve Lut'nun kavmi qatarlıq ilgirki ümmetlerini halak qılgandan keyin kişiler, yani bazı İsrail'nin dillariga haqiqatni ko'radigan nur berip ularga hidayet ve rahmet qildik. Ular va'z nasihat olsin deb Musaga kitobni, ya'ni Tevratni berdik. Müminlarning kafirlarni o'ldirishi, kafirlarga qattiq ahanat, müminlarning diliga shifodir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ularga urush ichinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi. Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. İslam dinini üstün qilib kafirlarni jazolab, mümin qavmning ko'ngliga shifolik, ya'ni tasalli berdi. Shunga Quraysh kattalarining ular o'zlari dushman hisoblagan va kamsitish ko'zi bilan qaragan musulmonlarning qo'lida o'ldirilishi ular uchun qattiq ahanat bo'ldi. İman cemaasının dilleri için şifa buldu. Ebu Cehil'nin ceng meydanında etrafından qoğdab turulgan yerde öldürülüşü onun için köpüsü üstüde qattiq azap yoki qattiq ovoz yoki shuningga o'xshagan birer qattiq jazo bilan o'lganiga qaraganda neçe hisse ig'ir ahanet buldu. Ebu Leheb mu
Ades deyiladigan yuqumliq kasal bilan o'ldi. Uning tuqqanlaridan hech kim yaqin kelmadi. Uning o'likini tuqqanlari faqat yiroqdan suvni chichib yuvdi va yiroqdan tosh kesak etib qabr shaklida ko'mib etdi. Allah haqiqatan g'olibdir. Ya'ni dünya ve ahiretdeki g'alaba Allah Teala'ga, onun payg'ambariga ve Allah Teala'ga ve onun payg'ambariga ishongan mu'minlarga xosdir. Bu vaqtda Allah Teala mundaq degan: shak shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda ve farishta, payg'ambar ve mu'minlardan bendilerinin amelleriga guvoh bo'ladigan, guvohchilar hazır bo'ladigan kunda elbette yordam beramiz. Hikmet bilen ish qilg'uchidir. Allah kafirlarni o'z kuch qudrati bilan halok qilishga qodir turug'liq, ularga qarshi jihad qilishni yo'l qo'yishda hikmet bilen ish qilg'uchidir. Allah pokdir ve yüksektir. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Enfal tefsirinden 10. ayetkiçe anladığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.